Assalamu alaikum, hurmatli No'g'at Xorij Motor kanali qatnashchilari. Bugun kunga 12-yanvar kunga 4-kun. 4-kunda kurslar men sizlarga tanishtirib qo'yamiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Hozir biz birinchilar Finka bankka keldik. Finka bankda qancha ekan shol yerdan ko'rishamiz. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Rubl ko'tarilib qolibdir. Finka bankda rubl ko'tarilibdir, hurmatli tuganlar. Chimlaningizlar. Hurmatli tuganlar, Baytuşun bankka keldik. Baytuşun bankda qarangizlar. Bu yerda de rubl ko'tarilib qolibdir. Dolar 85.73 tiyin, euro 92.30 tiyin, dolar rubl bo'lsa 1.24 tiyin bo'lib qolibdi, hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, Islom bankka keldik. Islom bankda 85 so'm 50 tiyin, dolar 92 so'm, euro 1.24 tiyin rubl ekan, hurmatli tuganlar. Qarangizlar, rubl ko'tarilib qolibdir. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Bu yerda dolar 1 dolar bilan euro kişiye ko'tarilibdir. Rubl da ko'tarildi. Qarangizlar, hurmatli tuganlar. Dolar 85 so'm 73 tiyin, euro 92 so'm 60 tiyin, rubl olsa 1 so'm 2 so'm 24 tiyin ekan, hurmatli tuganlar. Qarangizlar. Hurmatli tuganlar, shunday No'g'at Xorij Motor kanali sizlarga qo'shishadi. Doim omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Hech qachon ko'zda sovuq bo'lsin. No'g'atda biroz bugun sovuqroq. Oraya sovuqdan qarab biz sizlarga tartiblantiramiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh uchun. Ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. No'g'atda pogoda sovuqroq.